shubha bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston bo'ylab millionlab futbol muxlislarining nigohlari teleekranlarga qaratilgan va ular bugun Odil Ahmedov, Anzur Ismoilov, Server Jeparov kabi yulduzlarimiz bilan bir qatorda so'nggi paytlarda siz u bizning umidimizga aylangan Shermat Messi ham o'zini ko'rsatishiga ishonishmoqda. Uchrashuv hakamining istagi chalindi. O'yin boshlandi. Oğlum, harakat qil. Bitta gol ursang-chi, harakat qil. Dedi chempion bo'lamiz. Albatta bo'lamiz qizim. Aslo mubolag'a bo'lmaydi. E'tibor bering, darvozabonimiz to'pni qaytarib yubordi. Maydon markazida Shermat Messi to'pni egallab sheriklarga uzatdi. Navbatdagi hujum davom etyapti. Uramiz. Ikki kelishining oldini olish maqsadida mezbonlar qoida buzishda jarima zarbasi belgilandi va to'p tepishga Shermat Messi hozirlik ko'rmoqda. Odil Ahmedov bosh hakam oldida jonli devor o'rnatilyapti. Darvozabon himoyachilarga ko'rsatmalar beryapti. Zarba! Afsuski to'p darvoza to'sini ustidan o'tib ketdi va bu safar imkoniyatdan yigitlarimiz foydalana olishmadi. Koreyalik muxlislarning quvonchi tushunarli va mezbonlarning navbatdagi hujumi qaytarildi. Anzur Ismoilov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Maydon egalari burchakdan to'p tepish huquqiga ega bo'lishdi. Har qanday standart futbolda o'ziga xos xavfni tug'dirishini siz juda yaxshi bilasiz. Lekin bizning futbolchilarimiz ham bundan xabardor. Shermat Messi himoyachilarga yordamga yetib keldi. To'p o'yinga kiritilishiga e'tibor qaratamiz. To'p tepildi, zarba! Ana xolos. Siz bilan biz shuni kutganmidik. Nahotki raqib darvozasiga gol uradi degan Shermat Messi o'z darvozamiz to'rini ishg'ol qilib o'tiribdi. Ana endi vazifamiz yanada murakkablashmoqda. Ana endi orzu umidlarimiz chippakka chiqadigan ko'rinadi. Ahmoq.